Ming yillar davomida yer bilan osmon o'rtasida marvarid shakllandi. Marvarid hayotning energiyasidan quvvatlanib, kuchli va sog'lom bo'ldi. Ammo bir kuni u yomon energiyani uchratib, uni o'ziga singdirdi va yovuzlashdi. Shunda buyuk ustoz Tenzu uni jilovlash maqsadida ikki shogirdini yubordi. Bu menda injinjay. Besonaqay meshqorin deysa-da, aslida juda kelishgan. Ko'rkam, olifta yigitman. Boshqalarning fikri meni qiziqtirmaydi. Marvarid, mendan bugun qochib qutula olmaysan. Shingin bol, uni qo'rqitib yubording. Kichkintoy, kel o'zimga. Kela qol. Mana bu sen uchun. Hayot quvvati Voy la'nat yey! Shundoq go'zallikni buzish shartmidi? Yuzim chaqaloq terisidek nozik bo'lsa, endi o'zingdan kor! Xo'sh, ahvoling yaxshimi? Qaraysan endi.